Assalomu alaykum Jack Motors Farg'ona filiali obunachilari va mijozlarimiz. Xudo xolasa bugun o'zgacha bomba obzor bo'lib o'tadi. Bugun Jack Motors Farg'ona filialida общий obzor. Ya'ni boringki modellarda narxlari va qisqacha obzorchalarni aytib o'tamiz. Do'stlar, like'larni bosib o'tish esdan chiqmasin. Pastdagi raqamlarga telefon qilsalaring ma'lumot berib o'tamiz. Bo'lmasam biz obzorimizni boshladik. Xo'p do'stlar, bizni pul topar, non topar, xalq ishonchiga tez kirib kelgan Jack X200 Barto'yimiz skidka narxida atigi 31-yanvargacha 231 million so'm. Prom tovarimiz 275 million 520 ming so'm sotilgan bir vaqtda o'zida 258 million so'm deb belgilandi. Qisqacha ma'lumotlarni aytib o'taman. 2 litr atmosferni 147 ta ot kuchi, bu degani metan propan muammosiz o'rnaydi. Hop, prom tovarimizni kubasiga keladigan bo'lsa, 10 kuba, uzunasiga 320, bo'yiga 176, eniga 176. Bu degani 10 kuba yukingizni bemalol ko'tara oladi. Gruzopodiyomsiga keladigan bo'lsa, 2 ta undan 100 kilogramm gruzopodiyomsi, ya'ni yuk olish hajmi. Hop, keyingi modelimiz Jack G7 modelimiz. Bu modelimizga keladigan bo'lsa, naqd 255 million so'm sotilgan bir vaqtda hozirgi skidkada 235 million so'm deb belgilangan. Xudo xolasa kelinglar, skidkani ustiga yana skidka qilib beraman, albatta Jack Motors Farg'ona filiali. Keyingi modelimiz Jack X200 tentovka modeli. Bu modelimizni 255 million 360 ming so'm sotilgan bir vaqtda o'zida 238 million so'm deb belgilangan va atigi 31-yanvargacha. Bu tentimiz shtorkali bo'ladi. Bemalol yukingizni ochib turib yuklab tortib qo'ysangiz bo'ladi. Bo'lmasam ichki salonga ketdik. Jack M3 modeliga keladigan bo'lsak, 108 atmosferli metan propan tushadi. Rasxodiga keladigan bo'lsa, rasxodi maksimum shahar ichida 8 litr. Endi buni narxi keladigan bo'lsa 215 million 460 ming so'm ofitsialniy narxda. Xo'p, keyingi modelimiz Jack G7 modeli. Bu ham 235 million so'm, 1.5 turbina, shahar ichi sharoitida 8 litr rasxod qiladi. Bu modelimiz Jack X200 Barto'y modeliga hop biz servis orqali garantiyadan chiqmagan holda propan, ya'ni 65 talik stak 4-pokoleniya propan ustanovka qilib o'tib ketganmiz. Buni narxiga keladigan bo'lsa 231 million so'm Barto'y modeli. Benzin modeli 238 million so'm tayyor Barto'yda propan, zavodskiy propan modelligini xarid qilsangiz bo'ladi. Keyingi modelimiz ko'pchilik ishonchiga ko'p tez kirgan Jack GS8 Pro modeli. Ya'ni buni Jack GS8 bilan solishtirib qo'ymanglar. Hop, ko'rib turibsizlar, o'zgacha dizayn, o'zgacha vid, o'zgacha olam neoklassika bilan mujassam qilib tashlagan. Hop, buni motoriga keladigan bo'lsa, 1.5 turbina, 182 ot kuchi, shahar ichi rasxod 8,5 litr, maksimum 9 litr. Hop, buni ichki dizaynini bitta ko'rsatib o'ting. Ichki dizayni vobshe galaktika bo'lib yotibdi. Shunaqangi ham ishlaydimi? Bu Xitoy degani. Xolodilnik, Eco Comfort Sport rejimlari, 360 gradus kamera, hattoki lidarigacha bor, panorama lukigacha bor. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsa, hech kim eshitib qolmasin. Narx 299 million so'm. Xo'p, keyingi model endi yosh katta hojakalarimiz oq sevsa, endi nima deydi? Blatnoy ilik ko'cha sistemada yuradiganlar polni qorada yuradi. Buni ko'pchilik biladi. Bunimizning narxi ham 299 million so'm deb belgilangan. Jack G7 modelimiz oq modellaridan kerak, ya'ni oq ranglilardan kerak bo'lsa, oq rangli ham bor. Bularimiz narxi 235 million so'm deb belgilangan. Do'stlar, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa biz bilan bog'laninglar. Sizlarga to'g'ri ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa bizning bugungi videomiz sizga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.